alaykum, hurmatli obunachilar. Bizga kuzatib borayotgan aka-ukalarimiz ko'pchilik samosval kvadrotsikl so'rayotgandi. Samosval kvadrotsiklimiz kirib keldi. Kuzov razmerlari 1.40 ga 2 metrlik 2 tonna yuk oladi. Motor qismlari 250 kubli motor bo'ladi. Samosval variantida hozir ishlatib ko'rsataman. Samosvalimizni ishlatib ko'rsatamiz. 2 tonna yukni bemalol ag'darib to'nkaradi. Motor qismiga 2000 km garantiya beriladi. 100 kilometrga 6 litr rasxod qiladi. Kimga shunaqa kvadrotsikllarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Mana shu ko'tarilgan holati, insholarni ko'rsatib o'tib, insholar juda ham baquvvat ishlangan, 2 tonna yukka moslashtirilgan. Bachoklari elektronli gidrobachok, bemalol ko'tarib, nimada elektronli mana tushirib, nima qilsa bo'ladi. Ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 50 million so'm qilib beramiz. Tablolari zamonaviy tablo, faralari LED fara bo'ladi, oldi ko'rinish holati. Undan tashqari ligotkalari bor, o'zini proslari bor. Panejni, povishini hamma narsasi bor. 2000 km garantiya beriladi. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz. Naqd pul kredit kelishilgan asosda. Optim olib sotamiz degan akalarimizga optim narxda ham qilib beramiz. Hozir bizlar Alp zavodidamiz. Mana ko'pchilik so'ragan kvadrotsiklni ko'rsatib o'tyapmiz. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini 50 million so'm qilib beramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, nomerlarimizga aloqaga chiqasizlar. Ekran ostida qoldiramiz. E'tibor uchun kattakon rahmat hammaga.